айылы. Бул жердеги 67 жаштагы Базарбаев Махмуд мырза 2 гектар жерине 650дөн ашык гиляс багын отургузган. Азыркы учурда мына мөмө жемиштерини сатып жаткан учуру, алдыда багбандын түшүмү жана түйшүгү тууралуу кеңири айтып беребиз. Биз сүйлөшкөнбүз. Махмуд ака, ассаламу алейкум. Амансызбы? Ден соолук иштериңиз жакшыбы? Багбанга бареке. Рахмат, айтканыңыз болсун. Азыр эми биз сиз менен сүйлөшкөнбүз, келип калдык. Канчадан сатып атасыздар? Биз гилястын Кудай кааласа бийил 220дан сатып атабыз. Камераны карап алайлы. 220дан сатып атабыз. Кудайга шүкүр, бийил нарк жакшы. Былтыркыдан жакшы. Былтыр түшүм жакшы болгон, бирок нарк илдей болгон, пас болгон. Бийил түшүм аз болгондон нарк жакшы. Мана Кудайга шүкүр, şu bakты 13 yıldan beri akel-ukeler 2 hektar yerimiz var, 650'den aşık tüp gilasımız var. Şu 4 arka-uke karap, yetiştirip, nime kılıp atağız. Mana Kudayga şükür bizden mana el dağı paydalanıp atan mana 30-40 tane aşık koşunlarımız terip 700 somdan beri atağız gününe. Ular dağı paydalanıp atağız bizden. Biz dağı o da Allah'a şükür. Bırak minet menen. Bir yıl abahanı kişine bir nimeli pas kelgen, rasa gilas karmagan malda ısık bolup ketti 30-32 gras. Şunun esebine kişine gilaslarımız tökü vardı. Bu sayım Kudayga şükür yani, barıgam şükür yani, Allah barakasını versin. Endi özümüzge dağı bolup atat, elge dağı bolup atat, biz arkasımızdan el dağı iştep atat. Bana iştegen adamlarga 700 somdan akça berip atабыз. Üy bulosuna iştetip atat, Kudayga şükür. Elden elge napakan da. Bir ile men bunu kılıp koysam özüm için masam, men arkamdan terem, jardan berem dep kelip akçaga iştep, bular dağı paydalanıp atat, konuştular, özümüzü koştular, Kudayga şükür. En köp gününü kançadan iştetkensizler? En köp gününe bu 70-80 adam iştetkenmiz de. Yani. Hazır düşüm azırak için yani, şu düşümge karap 30-40 adam iştetip atabız da. 100'dan aşıgan adam iştetkenmiz, gilas jakşı bolgan jilleri, bültürkü jilleri. Biroq nark pas bolgan. Bültürkü jilleri. Bir yıl az hesabına narklar normal, 200 som, 220 som jamanmaz, jakşı, Kudayga şükür. Anda жүрүңүз, gilas baktın içine kirip, gilas tirgençe mayıp buraylı. Mayli. Mana endi bir yılça bolgan jerlerimiz şu mana. Körüp atasızlar. Bolgan jeri de az kılgan jeri ham var. Bolgan jerleri mana körüp atasızlar mana. Normal jerleri normal karagan. Nimege degende mana tamandan açık üçün şamal de toskan, ıssık bolsa pagodali şabada bolup turup normal karmap kalgan jerleri. Ortaları bunday karmamagan. Nimege de dim bolup kalgan da gün ısıp ketip isip möveni tök varganda. Bırak buna çekeler jamanmaz normal ile. Ortalarda hem var azırak. Kudayga şükür emi. Nasibege yarasha, mehnetimizge yarasha. Şu menen tirilik kılıp atabız, balaçaka bakıp atabız, balaçaka üylep atabız, kız oğul çıkarıp atabız. Kudayga min katta şükür. 2 hektar жерди иштетем дедиңиz. Буга чейин ал жерди кантип иштетип жүргөнсүз? Gilas bak кылуу идеясы каяктан келди? Yani gilas bak kılıştın sebebi bir adam gilas bak kılınız jerde degende men şu adamdı nimesiga kirip bak kılganman da. Kudayga şükür. Yani kılıp koyganmiz jaman bolgan eken endi. Azır kendi eken kartoşka piyaz ekenden biroq nimesi jakşı eken da endi. Bunday tavışı. Azır emi kartoşka piyazlar körüp atasar. Emini aravandıki pişkende kartoşkadağı, piyazdağı, chesnokdağı düşüp ketip atat. Biroq endi bak çem nimege karaganda, polis ekiniga karaganda. Bak kişine pribilni eken. Jaman bolgan bu trilik ötüp atat da. Kudayga şükür. Kıyınçılıkları kanday deydi? Kıyınçılıkları bar da yani. Misal, maşı nimege bir 4 tonna nime dar sepkende 4 tonna su sebebimiz da jelkemizge 25 litrik. Men özüm hem 67 yaşta bolsam özüm jelkemge aparat ilip alıp özüm darılayım. Hatayga nimesin mineralni, udabreyle mineralni oğutlarını beremiz. Bu özünçe bolbayt da bardyk nimege mehnat kılış gerek da. Mehnat menen da. Bunu özge yarasha rahmatı nime rasxotu var. Mana bir yılki jılda darilarımız min udabreler 40 som, 50 som bolup ketdi. İlan yok saldık, savasa bolbayt.
Mana göң salып atабыз, bio energiya, vitaminlar sepip atабыз. Ulardagı 1000 so'm, 2000 so'm, 1500 so'm 1 litr. Seppasa bo'lmaydi da, o'zincha ekib qo'ysalar bo'lmaydi da bu narsa. Biroq mehnat qilish kerak, qarash kerak, rasxoti endi misol 400 ming topdim degan bilan uni ham o'ziga yarasha rasxotiga ham ketadi. Mana adam ishlatib o'tamiz, u rasxotga qo'shiladi. U dag'i zato bizdan foydalanib o'tadi shu eldagi. Shuni qilib qo'ygan ekanmiz, Xudoga shukr. Бактын астына кандай кам көрөсүз, анан үстүнө кандай кам көрөсүз? Мына буто иштеринде жалаң гана өзүңүз иштейсизби же адам жалдап иштетесизби? Biz өзүбүз иштейбиз. Мурда bir 2 жыл үйрөн жаңы койганда энди үйрөнгүнчө али Өзбекистандан адам алып чыктыр, обрезки кылдырып шундай кылганбыз да. Кийин үйрөнмөгөндөн кийин 4 акел өзүбүз обрезки кылабыз. Февраль айынын 15-инден баштайбыз. Обрезки кылгандан кийин дарылайбыз, жалпырак чыгарбай, күртөк чыгарбай. Undan keyin mana o'ziga yarasha yana darlash nimalari bor, tevesinden berish, minadari tagidan berish nimalari bor da. Bu o'zincha bo'lmaydi. Bardig'ini o'zimiz ishtaymiz. Aka-ukalar, to'rovimiz. Bir yılda qancha jolu darilaysizlar? Bir yilda hozir shu kungacha 3 jolu dariladik-da. Обрезки qilgan mahalda bir dariladik. Undan keyin bir dariladik. Hozir mana 2 vitamin berdik, 2 marta vitamin. Обрезки qilgan mahalda mednik kuporos degan darisi bor, seppasa bo'lmaydi-da. Gilas saqtaydi, tanalariga kana, qurt tushadi, shularni ağaç suvini mednik kuporosga aralashtirib sevamiz-da. Undan keyin lekin gül o'tgandan keyin yana bir sevamiz vitamin. Mana undan keyin yana bir sevdik. 12 kun, 13 kunda qaytarib. Endi Xudo xolasa shunda olgandan keyin yana tayiga minodar beramiz, vitamin beramiz. Biroq gilas serib oldik, bo'ldi deb aqchani cho'ntakka solib ketmaymiz-da. Ha bundan keyin ham kuzga davr suv qo'yamiz. Yana bir 2-3 yolu darilaymiz tevasidan, jalpiroqlarni bo'lsam qurt nimalar jeb qo'yadi. Oldini olib turib, shu nima kasal tushibashdi, oldini olib turib biz darilaymiz-da. Unday qilsa dar bir kasal tevagandagi bo'ldi, poznada. Shuning uchun postepeni biz o'zimiz o'rganib qolganmiz, bilamiz qaysi malda daralash kerak. Mana hozir tushimda olgandan keyin tayiga 1 kilodan machavina beramiz. Haligi nimani gilasni yana kichina nima qiladi-da o'ziga keltiradi. Vitamin beramiz. Undan keyin bu iyul oyida jalpirog'iga nima tushadi? Bega o'rgamchi kana tushadi. Shunga dag'i sevamiz. Bu oson emas. U yoq-bu yoqqa 4 tonna suv sevamiz-da shu yerga. O'zimiz jelkamiz kelib 25 litrik apparatni 4 aka-uka обработка qilib nima qilamiz? Ichini chavamiz, cho'plarini o'ramiz. Bo'lmasa timelay qo'ysangiz, bo'lmaydi bu javoyi cho'plar baribir oziqani olib qo'yadi-da, gilasga bergan oziqani. Tushunib ishlab o'tamiz, Xudoga shukr. Tushunlikdi. Hozir biz mына gilas bag'ingizni aralab keldik. Asllari yumshoq batib ketyapti-da. Aslini qanday aydab turasizlarmi же suvni ko'p qo'yasizlarmi? Biz mandayda biz kuzda amafos, kaliy sevabizda chavish oldida. Ali kuzda jalpiroqlar tushgan mezgilida tagina amafos sevamiz. Men nima kaliy beramiz, o'zini nima sen prosent bilan qancha sevish kerak bizda nimasi bor-da. Super pasport beramiz. Keyin sevib olgandan keyin motoblog bilan chavib chiqamiz, yumshatib. Qishimdan ene bilqillab qoladi. Mana hozir ko'rib o'tasizlar, yumshoq. Biz cho'vini o'radik bardan beri bir. Yana chiqqan cho'pda, Xudo xolasa hozir men gilaslarni tushimda olib olgandan keyin yana cho'vini tozalaymiz, yana chavamiz. Bu ish ko'p bundaqa, o'zincha bo'lmaydi. Mashina ichidan chiqmaymiz-da endi. Ishtaysin, lekin tishtaysin degan yer bor-da. Hem ушул gilasbaqdan qancha tushum alam degende planda o'tasiz? Qancha planda o'tasiz? Qancha tonna? Endi bir yil ozroq, endi Xudo xolasa bir 10 tonnani o'zimizcha mo'ljallab turamiz. Ya'ni Alloh barakasini bersin. Mojbut ozroq chiqib qolar. Endi tushum bo'lgan mahalda 15-16 tonna ham oldik. Endi bir yil tushum ozroq. O'zimizcha endi bir 10 tonnani bor. Aka-uka mo'ljallab turamiz endi. Alloh barakasini bersin. Endi boshladik. Xudo xolasa harakat bor, Allohdan so'rayotamiz, baraka bersa endi. O'zimiz shundaqa, eli shundaqa. Mana biz qilib qo'ygan akamiz Rossiya, Qozoq, mana olayotgan nimalar ham, klientlar ham, komissiyalar o'zimizni qo'shnilar. O'zlari boradi-da, Bishkekka, Qozog'iston har qayerga o'zlari boradi. Bularga dag'i oson emas. Bular dag'i yo'l kira qiladi, mana odam ishlatadi, anday qiladi, karobka oladi, jashiq oladi. Qiyin narsa-da bu. O'zincha nima bo'lmaydi-da. Bardog'ini uni dag'i rasxoti bir o'ziga jarasa. Olib borib sotib qo'ygan.
Endi bularga dagı Xudoga buyurib bo'lib qolsa, bo'lmay qolishi ham mumkin. Shunday nima bo'ladi-da bular? Abarsaylar Rossiyada moncha etsa, unday bo'lishi ham mumkin. Shunday-da bu narsani biz ham shunga qarab, endi mana kelishib, baho qilib, ularga dagı qaladigan qilib nima qilamiz-da? Kelishyapmiz-da endi klientlar bilan. Klientlar ham o'zimizni qo'shnilar, har yili mana shu o'zimizni mahalla qo'shnilar oladi. Bular avasa bo'lak yerdan kelganlar oladi. Mahmud aka, gilas tergancha ishlashmaydi. Buna gilaslarni qanday yıkma menen terib olish kerak? To'g'ri terib kerak-da, to'g'ri yuzish kerak. O'shol bo'yicha dag'in ko'rsatib bersangiz. Mana gilasni mana terayotganda mana savog'i bilan uzish kerak-da mana. Savog'i bilan uzdik. Ha, mana unisidan uzib yorsa, mana mo kurtek bilan uzib tashlasa, bu meva ketaveradi-da. Har biri mo nimani olsa, shuning uchun mana o narsa qoladi mana. Mana bundan uzdi meva ketyapti-da, janaga yilga meva ozayaveradi. Ha, mana savog'i bilan uzib, mana uni qoldirsa, mana uni meva uzilmaydi. Savog'i bilan shashpay o'zlari biletda uzadir qol, har yil uzgani. Bunday qilsa tortilsa mana uzaveradi. Mundayini olsa mana nima ketaveradi mana. O'zi biletda uzadir, har yil uzib o'rganishib qo'ygan. Biz uzishni boshlaganda bularga aytamiz-da, munday uz deb o'rgatib qo'yamiz, shu bilan uzaveradi. Endi ancha-muncha bitta-ikkita uzilib ketadi mana olsin. Atak bular uyrengen, endi 10-15 yildan beri shu ishni qilganda uyrengen, o'zimiz odamlar. Agarda biroq o'shintib julib ola turgan bo'lsa, bu savoqsiz julib olgandan keyin buni avaytda, buni mana yerdan so'kib chiqadi-da. Berigilarda ham nima qilib yuboradi-da, korobkada, jashiqda. Bulg'aydi-da. Shuning uchun savog'i bilan o'z. Savog'ni tagi bilan o'zsa, manandan o'sha so'kib chiqadi-da. Ha, keyingi gilasga dag'i o'tib ketadi. Rossiyaga yo Qozog'iston, yo ham Bishkekka borguncha ishtika bo'lmay, Qozog'iston, Rossiyaga borguncha manandan so'k chiqib turib, berigilardan bulg'ab qo'yish mumkin. Shuning uchun biz aytamiz, mananday savoqsiz uzvagilar, ehtiyot bo'lgilar, savog'i bilan uzgilar, mana bandi bilan uzvagilar, yana yilga bizga mana mevani uzvarga ziyon kelib qoladi deb tushuntiramiz-da uzayotgan odamlarga. Shular endi bizning nimamiz bo'yicha, biz aytgan bo'yicha qiladi. Atamın namida Bazorbay dehqon charba qilib nima qilgan yerda agamizda ulush yerda. Shunda ne bir ukam paxta ekib anday-manday qilib yurgan bu yerlarga. Men kamazis bo'lib ishlaganman o'zim. Rossiyaga qatnaganman 26 yil. Ya'ni kamazlar ish tuganib qolib, bo'g'ay qolgandan keyin 9-yil keyin nima yo'q, 9-yil emas, 2007-yil men bu yerlarga ukalarimga aytdim, "Ke kartoshka ekaylik. Paxtani aqchasi yaxshi bo'lyapti. Ke men urug'a berayin, nima berayin, menda aqcha bor bo'lib turdi deb, men kamazda ishlagancha aqcha bor edi. Dara berib, urug'a berib, shunday qilib kartoshka ekib yurganmiz. Undan keyin biri, "Ya, ajaka, boqqibaysiz bu yeringizni, men gilas ko'chat berayin" degandagi bo'lib turdi deb, shu odam sababchi bo'lib qolib, 9-yil biz bu yerda aka-ukalar kelishib turib, atam Ramali borili gilas boqqilaying deyapmiz, atatsam, juda yaxshi-da, qilgilar baldarim deb gilas boqqanmizda. Shundan beri mana endi u 7 yil tushunmaganimiz yo'q. Gilas uzoqda meva kiradi. O'ta juda nozik narsa-da bu. 7 yil tushunmaganimiz yo'q. 7 yilga doğru bir 3-4 yil ichidan kartoshka ekib, piyoz ekib, har qanday qora ekin ekib foydalanib yurganmiz 5 yil. Aralarini. Ha, aralarini. 5 yildan keyin enek ilanch bo'lmay qoldi. 2 yil quruqla ishladik deymi, rasvot qilib. 8-yili mekin mevaga kirib, 8-yildan beri meva sotyapmiz. Xudoga shukr. Bulturgi yilda endi sotgan nimamiz, bulturgi yil bo'ldi endi, ko'proq sotgan nimamizda. Gideta bir shu 2 gektar yerdan 1,5 million aqcha qil degan undan rasvot chiqib ketadi. Bunda yuzdirgani, ishlatgan tamoq ashin rasvoti bor-da bu narsani o'zincha bir bardagi cho'ntakka qo'yib. Shunday qilib ishlab kelyapmiz endi. Bu yil hosil kichina tushum ozroq. Eng bulturgi yili bo'ldi, eng tushumni yaxshi olgan yilimiz. Unga da az olib kelib bultur tushumni yaxshi oldik, shu 1,5 millionga yaqin sotdik. Endi undan 300 ming rasxotga chiqib ketadi. El ishlatgan nalogi bor, sosponti bor, har qanday nimasi bor. Cho'vni o'rdarasam boshqa bo'lasin shunday qilib rasxot ham ketib qoladi. Endi xudoga shukr tiriklikka yetyapti-da endi.
Jegen içkenge jetip atat. Endi ja aşırıp bir maşina alıp mingenimiz yok. Bir nime qilganimiz yok. Tiriligiz ötüp atat da törçem yani. Xudoga şükür. Jep içip Ошондо мынау бактан түшкөн киреше 4кө бөлүнөт экен да. 4'e bölünет, 4 aka-ukaga bölünет. Bağdan düşkən kireşe. Qancha bolsa chiqimdarni chiqarib borib, tazasini ene bölöbüz da. Bölüp nima qilamiz aka-ukalar. Endi bu semyamizga jetadi jeb ichganga, tiriklikka jetadi Xudoga shukr. Endi hozir nima ish qilasin? Bölök ish yaxshi yerni bölüp bergan ekan akayib, elga shu yer bilan kichkina tiriklikni qilib atadi-da. Qirg'iziston bo'lsam juda qiyin bo'ladi. Rahmat endi shu Akayevga prezident bo'lgan mezgilida yerni mana ulush bo'lib qilib berib, el paxta ekib atadi. Mana paxtaning narxlari ham bulturdan beri yaxshi bo'lib qoldi. Nu biroq yaxshi bo'lgan bilan bunday yeyishib ketib atadi-da. Udabreni qimmatda. Oldin 20 so'm, 18 so'mdan olsak hozir 40 so'm azot, 50 so'm machavinani, kaliyni 40 so'm, beriga amopostlarni 60 so'm, 65 so'm olib ishlatib o'tamiz. İlanca o narsani qilsang bo'lmaydi, har qanday ekin-tikin baq bo'lmaydi. Түшүнүктүү. Азыр эми алдыга койгон пландар кандай болуп атат? Дагы бакты кеңейтейин, өстүрөйүн деген пландар барбы? Endi planlar бар, biroq yer yo'q da. Qana endi yer bo'lsa, yana qo'shimcha nima qilamiz? Ana yerda 80 sotik birovning yerini olib 6 yil bo'ldi, shaptal ekkanman o'zim. U o'zimniki, aka-ukadan tashqari. Mana yerda g'urma bog'im bor, bir 20 sotik. Birovnikini arendaga olib, birovning yerini. Shaptal bog' qilganman mana 6 yil bo'ldi bu yil. Bir yil yaxshi tushumi, normalniy hozircha, Xudoga shukr. Hali uzalekmiz, yani o iyun, avgust oyida pishadi, 2 xil shaptali. Xudoga shukr. Endi qana yer bo'lsa yana ko'paytsak yaxshi-da endi. Азыр эми химикалык жер семизгичтерди кымбат сатып алып атабыз деп атасыз. Өзүңүздөр мынау биогумус өстүрүп, ошол жагында ойлодуңузбу? O bir yil azroq mineralniy удобрениялардан bulturdan beri azroq ishlatib o'tamiz endi qimmat bo'lgan esebine. Shu kompost qilib o'tamiz, go'ng tashab o'tamiz, qiyiq tashab o'tamiz. Endi nima qimmatda? Mineral удобрение. Tevasidan bio nimalarni berib o'tamiz. Bio gumilar chep o'tamiz. Endi kitobga qarab, ancha-muncha firmalar kelib o'tadi. Bio gumidan foydalaninglar, jalpirog'idan tez oladi. Elga dag'i, o'zimizga dag'i ziyon yo'q deb nima qilganiga 1-2 yildan beri ko'proq bir arzon nimadan foydalanib o'tamiz. Endi bu go'ngni chiritib solish kerak. O'zini sababi 1 yil oldin ko'mib qo'yib, kichkina super pasport, kaliy qo'shib ko'mib qo'yib, ularni chiritib olib, keyingi yil solamiz. Har birini 50-60 kilodan hozir chirigan go'ng solamiz har 2 yilda. Aslılarına. Savasa bo'lmaydi-da. Nimaga tushumga nima ziyoni yo'qda adam jesa. Mo nimadan go'ngdan, o biyo nimalardan foydalansak densoqlikka ziyoni yo'q ama. Birinchi yili Xitoylar kelib olganda, menikini o'lchaganda 26, 25,5, 27,5, 26,5 sahrin skortda gilasimdan. Atamışda endi biz kamroq nima ishlatamiz anday mineralniy удобренияларdan. Ko'proq nima organik nimalar sevizda go'ng-po'ng shundaylarni nima qilamiz-da. Ya'ni tevasidan, jalpirog'idan beri vitaminlarni beramiz. Endi ular ziyoni yo'q-da. Tushunibdi. Endi lekin o'zim iso qaynatib oltin gugurtdan. Shuni sevem. Bahar mezgilida tuna. Mendi kuporos sevgandan keyin iso sevem. O'zim qaynatib. Oltin gugurtni hech qanday ziyoni yo'q-da elga. Jemishga, mana densoqlikka ziyoni yo'q-da. Mana boyagi batkenliklar isperek o'rikni nima bug'latib o'tadi, oltin gugurtdan bug'latadi. Shuning singarda ziyoni yo'q-da isoni. Tushunibdi. Bo'lib tur emese, Mahmud aka. İşinizga iyilik. Sizlarga dag'i ishingizga iyilik, hamisha elning ichida bo'lgular. Bo'lib turmaydi. Bo'lib tur, ma'qul.